Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va tinglovchilar. Men Avval ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrasi dotsenti Halim Dilrabo Jalilovna. Bugungi mavzumiz demak salomatlik tamoyillari va salomatlikka ta'sir etuvchi omillar haqida olib boriladi. Mavzumizning rejasi salomatlik haqida tushuncha, birlamchi sanitariya tibbiy yordami, sog'lom turmush tarzi, tarkibiy qismlari, tibbiy profilaktika va uning turlari, birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi turlari bilan tanishib o'tamiz va oxirida xulosa qilamiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti salomatlikka quyidagicha ta'rif beradi. 1946-yilda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti nizomi salomatlikni kasallik va boshqa nuqsonlardan xoli bo'lishiga emas, balki jismoniy, ma'naviy va ijtimoiy jihatdan butunlay sog' omon bo'lish hamdir, deydi. 1977-yilda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yangi ta'rif beradi. Shaxsning ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan unumli hayot kechira oladigan holatiga yetkazish kerak, deydi. Salomatlikni mustahkamlash bu odamlarga o'z salomatliklari ustidan nazorat o'rnatish va uni yanada yaxshilashga imkon beradigan jarayondir. Demak, salomatlikni mustahkamlash aholi salomatligining holatini yaxshilash va umr sifatini oshirishga qaratilgan davlat va jamiyat strategiyasi va siyosatini shakllantirish, uni ishlab chiqish asosida yotadi. Salomatlik haqida tushuncha tibbiyotning asosiy vazifasi inson sog'ligini saqlash va yo'qotgan sog'liqni qayta tiklashdan iboratdir. Salomatlik haqida sohasida yana bir insonning o'z maslahatchisi bo'lishi, bu albatta bilimli, sog'lom turmush tarziga rioya qiladigan, ilmiy jihatdan asoslangan hayot me'yorlarini targ'ib qiladigan tibbiyot mutaxassisi bo'lishi lozim. Salomatlik sanologiya, ya'ni kasalliklar, shikastlanish va boshqa patologik holatlar natijasida buzilgan faoliyatni tiklash jarayonini o'rganadi. Valiologiya salomatlik haqidagi ta'limot bo'lib, mustahkamlash, inson hayotini uzaytirish va mehnat qobiliyatini saqlash yo'llarini o'rganadi. Valiologiya salomatlik haqidagi ta'limot bo'lib, demak jamiyat salomatligini, sog'liqni saqlash vazifalarini va ularni amalga oshirish yo'llarini o'rgatadigan fan. Demak, valiologiya lotincha so'z bo'lib, aloe salomatlik, sog'lom bo'lish ma'nosini bildiradi. Bu atama birinchi bo'lib Izrailda Brexman 1987-yilda kiritgan. Valiologiyaning asosiy vazifalari inson salomatligi va sog'liq rezervlarini tadqiq etish va son jihatdan baholash, sog'lom hayot tarziga yo'naltirish, inson salomatligi va sog'liq rezervlarini sog'lom hayot tarziga yo'naltirish orqali saqlash va mustahkamlashdir. Jamiyat salomatligining asosiy ko'rsatkichlari bular quyidagicha. Demografik ko'rsatkichlari, demak, tug'ilish, o'lish, aholining tabiiy o'sishi, o'rtacha umr ko'rish, jismoniy rivojlanganlik va kasallanish, shikastlanish va nogironlik kabi ko'rsatkichlari namoyon etadi. Tug'ilish yil davomida tug'ilganlar sonining aholining 1000 tasiga nisbatan olingan miqdori. O'lim 1000 ta aholiga nisbatan olingan yil davomida o'lganlarning soni bo'lib, o'rtacha 9-15% ni tashkil etadi. Kasallanish aholi salomatligining izdan chiqishi hollari bo'lib, alohida aholi salomatligiga baho berishda katta ahamiyatga ega. Salomatlik tarkibi. Salomatlik tamoyillarining tarkibiy qismlari unumli mehnat qilish, faol dam olish, to'g'ri ratsional ovqatlanish, badan tarbiya va sport bilan shug'ullanish, organizmni chiniqtirish, shaxsiy va psixogigiyena qoidalariga rioya qilish, yomon odatlardan o'zini tiyish, har yili dispanser ko'rigidan o'tish kerak. Salomatlikka ta'sir etuvchi omillar, tashqi atrof muhit omillari. Salomatlikka salbiy ta'sir etuvchi omillar bular tartibsiz ovqatlanish, palapartish ovqatlanish va gipodinamiya, kam harakatlilik, zararli odatlar, chekish, ichishlar kiradi. Demak, ruhiy emotsional zo'riqish, asabiy bo'lishi, bular ham ruhiy emotsional zo'riqishlarga kiradi. Jamiyat salomatligining asosiy ko'rsatkichlari, demak, bular
Demografik ko'rsatkichlar: tug'ilish, o'lish, aholining tabiiy o'sishi, o'rtacha umr ko'rish, jismoniy rivojlanganlik, kasallanish, shikastlanish va nogironlik kabi ko'rsatkichlar jamiyat salomatligining asosiy ko'rsatkichlari bo'lib hisoblanadi. Valeologiyaning asosiy vazifalari inson salomatligi va sog'liq rezervlarini tadqiq etish va son jihatdan baholash, sog'lom hayot tarziga yo'naltirishdir. Demak, inson salomatligi va sog'liq rezervlarini sog'lom hayot tarziga yo'naltirish orqali saqlash va mustahkamlash hisoblanadi. Bu vazifalarga kiradi. Salomatlikni mustahkamlashda 3 ta asosiy dastur ishlab chiqilgan. 1984-yil, 1989-yildagi dastur, 1990-yil va 1995-yilgi dastur va 1996-2001-yillardagi dasturlar. Endi ko'rib chiqamiz, 1995-yilda Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti salomatlikni yaxshilash yo'lida salmoqli taraqqiyotga erishish va tibbiy xizmatlarning tegishlicha rivojlanishini ta'minlash uchun quyidagi vazifalarni taklif etadi. Sog'liqni saqlash va turmush sharoitlari muammolarni siyosiy dunyoqarash jihatiga aylantirish. Keyingisi, bemorlarga barchaga barobar tibbiy yordamni ta'minlash. Demak, salomatlik muhofazasini jonlantirish darkor. Ayrim kasalliklarning profilaktikasi va nazorati bilan shug'ullanib turish kerak. Salomatlik muhofazasiga doir dastur, demak, salomatlikni mustahkamlash va muhofaza qilish kerak. Bularga kiradi birlamchi profilaktika, ikkilamchi profilaktika va uchlamchi profilaktikalardan iborat. Birlamchi tibbiy sanitariya yordami. Birlamchi tibbiy sanitariya yordami bu jamiyat sog'lig'ini saqlashdagi yondashuv bo'lib, jamoa epidemiologiyasi va tegishli tibbiy xizmatni ustuvor faoliyatini belgilash asosida bir-biriga bog'laydi. Birlamchi tibbiy sanitariya yordami zarur komponentlari. Bularga kiradi davolashga doir va epidemiologik ko'nikmalar va xizmatlar. Keyingisi, xizmat ko'rsatiladigan aholini aniq belgilab olish. O'ziga xos mahalliy salomatlik muammolarini hal qilish uchun konkret dasturlar ishlab chiqish. Birlamchi tibbiy sanitariya yordamining hammaga barobar bo'lishi va jamoa o'z a'zolarining ishtirokida olib borish. Sog'lom turmush tarzi bu insonning hayoti va salomatligi, xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiluvchi ko'nikmalarga ega bo'lish asosida hayotiy faoliyatni yo'lga qo'yish hamda salomatligini yuqori darajada bo'lishiga erishishni ta'minlovchi ijtimoiy hodisadir. Sog'lom turmush tarzi tarkibiy qismlari. Bularga kiradi unumli mehnat qilish, demak, faol dam olish, to'g'ri ratsional ovqatlanish, badan tarbiya va sport bilan shug'ullanish, organizmni chiniqtirish, shaxsiy va psixogigiyena qoidalariga rioya qilish, yomon odatlardan o'zini tiyish, har yili dispanser ko'rigidan o'tish kabi sog'lom turmush tarzi tarkibiy qismlariga kiradi. Har bir sog'lom insonning kun tartibida mana shunday kun tartibi bo'lishi darkor. Demak, inson sport bilan shug'ullanib turishi darkor, ovqatlanishi va mehnat qilishi, dam olishi bilan kun tartibini tuzib olsa, juda ham salomatlikka yordam beradi. Kun tartibini tuzishda quyidagi qoidalarga amal qilish tavsiya qilinadi. Demak, har bir inson ochiq havoda dam olishi, faoliyatining navbatlashuvi, gigiyenik madaniyatga e'tibor berishi, to'laqonli uyqu, dam olib turishi,
vaqtida sifatli ovqatlanishi, turli faoliyatni vaqtida aniqlab olishi darkor. Tibbiy profilaktika bu kasalliklarni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasidir. Tibbiy profilaktikaning 3 ta bosqichi mavjud: birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi. Birlamchi sanitariya ta'limi asosiy maqsadi kasalliklarni oldini olish va sog'liqni yaxshilashdan iborat. Birlamchi profilaktika bu ayrim mintaqaviy, ijtimoiy, yosh, kasbiy va boshqa guruhlar, shaxslar, to'dalarning barcha a'zolari uchun umumiy bo'lgan xastalik va salomatlik hollarida normadan chetga chiqish, rivojlanib ketishining oldini olishga yo'naltirilgan tibbiy va notibbiy tadbirlar kompleksidir. Birlamchi profilaktika tarkibiga quyidagilar kiradi. Demak, inson organizmiga ta'sir qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan omillarga ta'sir ko'rsatish bo'yicha chora-tadbirlar. Ularga atmosfera havosining sifati, demak, atmosfera havosi qanchalik ifloslanishi, toza bo'lishi bu inson organizmiga ta'sir qiladi. Ichimlik suvi, biz ichadigan har bir ichimlik suvimizni qattiq, yumshoq, toza, sifatli bo'lishi ham inson organizmiga juda ham ta'sir qiladi. Ovqatlanish sifati va oziq-ovqat mahsulotlarini tarkibini nazorat qilish. Keyingisi mehnat sharoiti, maishiy turmush va dam olish, ruhiy, ijtimoiy stresslar miqdori, me'yorini kamaytirish va shu kabilarni yaxshilash. Onkologik va sanitariya gigiyena skriningni o'tkazish darkor. Bu birlamchi profilaktika tarkibiga kiradigan, inson organizmiga ta'sir qiladigan narsalar deb. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish. Bu jumladan barcha salbiy omillarning salomatlikka ta'siri va shu ta'sirni kamaytirish haqida aholining hamma toifasining bilimlarini oshirishga qaratilgan. Doimiy ravishda harakatda bo'luvchi axborot tashviqot tizimini bunyod etish. Demak, sanitar gigiyena tarbiyalariga e'tibor berish ham darkor. Sog'lom turmush tarzi shakllanishiga rioya qilishimiz kerak. Birlamchi profilaktika tarkibiga quyidagilar kiradi: chekish, alkogol iste'mol qilish, narkotik moddalar va non-narkotik vositalar iste'mol qilishning oldini olish va ularning omma orasida yoyilib ketishini kamaytirish. Aholini jismoniy tarbiya, turizm va sport majmualariga jalb qilish. Sog'lomlashtirishning ushbu turlariga yetishish imkoniyatini oshirish. Somatik va ruhiy kasalliklar hamda jarohatlarning ro'y berishi oldini olish, shu jumladan kasbga bog'liq bo'lgan baxtsiz hodisalar, yo'l transport jarohatlari, nogironlik va shuningdek o'lim hollarining oldini olish bo'yicha tadbirlar. Profilaktik tibbiy ko'riklar o'tkazish davomida salomatlik uchun zarurli bo'lgan omillarni, shular qatorida axloqiy xususiyatga ega bo'lgan omillarni aniqlash, xavflilik darajalari miqdorini pasaytirish maqsadida ularni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar qabul qilingan. Ikkilamchi sanitariya ta'limi birinchi bo'lib tibbiyot xodimi orqali amalga oshiriladi. Bunda kasallikning o'tkir shaklini surunkaliga o'tkazib yubormaslik, ba'zida sog'liqni tiklash uchun zararli odatlarni tashlashga to'g'ri keladi. Ikkilamchi profilaktika mehnat qilish qobiliyatini pasayishi va nogiron bo'lib qolish hamda vaqtidan oldin vafot etish.
bemorlarning jamiyatdagi dezadaptatsiyasi va jamiyatga qo'shilib aralashib ketishini keltirib chiqaruvchi hayotiy faoliyatning chegaralanib qolishi, kasalliklarning asoratini oldini olish va surunkaligiga o'tib ketishi, kuchayishini vaqtida aniqlash va uning oldini olishga yo'naltirilgan tibbiy, ijtimoiy, sanitariya, gigiyenik va psixologik va boshqa tadbirlar majmuidan iboratdir. Ikkilamchi profilaktika quyidagilardan iborat: maqsadli sanitariya gigiyenik tarbiya, shu jumladan shaxsiy va ommaviy maslahatlar, mijozlar va ularning oila a'zolarini aniq bir kasallik yoki kasalliklar guruhi bilan bog'liq bo'lgan masalalar bo'yicha o'qitish, quyidagi tadbirlarni o'tkazish va zaruriy tadbirlarni olib borish: profilaktika muolaja va maqsadli sog'lomlashtirish kurslari, shu jumladan shifobaxsh ovqatlanish, davolash, badantarbiya, tibbiy massaj va sog'lomlashtirish usulining boshqa davolash profilaktik tadbirlarini bajarish sanitariya kurortlarga davolashni tashkil qilishdan iborat. Ikkilamchi profilaktika quyidagilardan iborat: bunda biz salomatlikning o'zgarib qolishiga nisbatan tibbiy, psixologik ko'nikmalar hosil qilish, organizmning o'zgarib qolgan talab va imkonlariga bo'lgan to'g'ri munosabat va idrokni shakllantirishdan iborat. Bemorlar va nogironlarning hayotiy faoliyatlarini optimal ta'minlash uchun shart-sharoitlar yaratish, masalan, shifobaxsh ovqatlar ishlab chiqarish imkoniyatlari cheklangan shaxslar uchun zaruriy sharoitlar yaratib berish, me'morchilik rivojlantirish qarorlariga amalga oshirish va hokazo. Ijtimoiy ko'nikishlar uchun sharoitlar yaratib qo'yish, shunga imkoniyatlar yaratish va qolgan mehnat qobiliyatini saqlab qolish turlicha xavf-xatar omillari ta'siri darajasini pasaytirishga qaratilgan davlat iqtisodiy, tibbiy, ijtimoiy xususiyatga ega bo'lgan tadbirlar uyushtirish. Uchlamchi profilaktika yoki reabilitatsiya salomatlikni tiklash. Bunda biz ijtimoiy va professional kasbiy makonni yanada to'liqroq tiklash maqsadida yo'qotilgan faoliyatni tiklash, hayotiy faoliyatdagi cheklanishlarni to'ldirish yoki ularni bartaraf qilishga yo'naltirilgan psixologik, pedagogik, ijtimoiy tadbirlar kompleksi. Nogironlar bilan ish olib borish sanitariya ta'limining 3-bosqichiga kiradi. Bunday bemorlarni parvarish qilish bo'yicha qarindoshlar ichida ish olib borish zarurdir. Chunki 3-sanitariya ta'lim reabilitatsiya ishlarini ichiga oladi. Bugun mamlakatimizda tibbiyot sohasida birlamchi sanitar ta'lim profilaktika jabhalarining ustuvorligiga erishildi. Aristotel salomatlik to'g'risida shunday deydi: jismoniy va ma'naviy salomatlik umumiy farovonlik uchun shu qadar muhimki, insonning shaxsiy huquqlari ajralmas deb bilsak, ularning ichida eng birinchisi har bir kishining unga jamiyat ta'minlab bera oladigan darajadagi salomatlikka mutlaqo egalik qilish huquqi bo'lib qoladi, deb Aristotel salomatligi to'g'risida shunday deydi. Sog'lom inson, xulosa qilib aytganda, ruhiy, jismoniy, ijtimoiy hollarda sog'lom insonlarda ruhiy tomonlama sog'lom bo'lishi, jismoniy tomonlama sog'lom bo'lishi va ijtimoiy tomonlama sog'lom inson bo'lsa, jamiyatimizga juda ham kerakli. Hurmatli talabalar va tinglovchilar, bugungi mavzumiz shundan iborat edi. Tinglaganlaringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.